alaykum. Kabutar bozori, parvozlar yaxshimisizlar? Davlatlarga olayapti. Ollami kabutar bozoridamiz. Kabutar bozorimiz do'stlar. Ular Kamoliddin akamdan sochlar, oqlar bor ekan. Nereye açıkçası 60 ming bo'lar yer. 60 ming qaysiga pul beryapti akamiz? Qaysini savdosi bo'lyapti? Sochdi. Sochni 60 ming qilyapti. Naraka. Bering Kamoliddin aka. Kamoliddinga bering, o'zimizga yotmas bu. Uchurlar ham o'zimga bahayat bitta moda oldim. Bo'lsa bilaman. Sochni modasi. Sochni savdosi bo'lyapti 60 ming so'mga beryapti Kamoliddin aka. Bering endi Kamoliddin aka. Kamoliddin aka bular jupma bular. Oqlarmi? Mana savdosi bo'lyapti. Juda qattiq. Kamoliddin aka bering endi. Assalomu alaykum. Bering beravering buni 150 endi. Qattiq savdo qilishyapti. Uchiraman deyapsiz, ko'rishganda aytadi. Kamoliddin aka buni ham so'mcha qilaylik endi bo'ldi. Bering beravering yaxshi bo'ldi aka. Bitta katta so'radim, bitta so'radim. Bering Kamoliddin aka. Qattiq. Kamoliddin aka ham qattiq. Ochig'ini aytyapman. Uchurlaramiz. Bu suysangiz bu. Yo'q, suysamiz deyapti. Katta. Bering sizdan bering. Kaptarlar do'stlar ancha yaxshigina pul qolib qaranglar 60 mingga ham savdosi bo'lyapti. Uchiraman deganim. Uchma kaptarlar. Uchmalarni ham tozasini yaxshisini boqinglar do'stlar. Kamoliddin aka nesbi bu sochlar jupma bular? Nesbi? 700 ming so'm. Kami bor. Bola ochyapti, tuxum qo'yib. Tayyor. Mo'lar nesbi ketdi oqlar. 65 bo'ldi. 5 ming qo'shildi. Sochga. 500 ming. Nesbi ketdi oqlar. 700 ming sotiladi, mo'la Sotilmaydi oqlar. Nesbi ular? 700 ming. Bularchi sochlar. Nesbiga ketdi. 17. Nima edi? 1 million 700. 1 million 700 ga mana ko'ringlar, mana oq soch, qora sochlar sotilar ekan. Ko'ringlar. Pochta naro arnachilik moda ekan. 700 ming so'm deyapti. Bular nechta bo'lib ketdi Kamoliddin aka? Qanotda ekan. Kamoliddin aka mana nechta bo'lib sizayna? 50 ming so'm. 150 kaptarlar ko'tarilib ketishgan. Ancha qimillab qolibdi. Mana 65 ming qildi akamiz, bermadi Kamoliddin aka. Eng kuchli uchaydiganlar qaysi? Kamoliddin aka? Qaysi? Chumalari. Eng kuchlisi. Hari uchadigan. Necha soat yuryapti? 5-6 soat yuradimi ular? O'yinlari qanaqa? Garantilari. Garantiya. Bu qora hakka narmodami? Qora hakka. Valo. Nar. Mana qizil hakka ham chiroyli nar aka, mana shu nar ham ko'ringlar, mana do'stlar. Oyoqlarini, ablezlarini ham ko'ringlar. Bu nar nech bo'lmas nar? Qizil hakka. 300 ming so'm kami bor. Telefon nomeri ayting Kamoliddin aka. Telefon nomeri aytasizmi? 33lik 930 bo'ladi. Nomerlarni aytdi. Botir aka oldingizmi buni sotyapsizmi? Modam ish qilib, hech pulga. Moda mana ko'ringlar, chiroyli moda ekan. Qarashinglar, oq kampar, ko'zlari Nech pul beradi? Jelari oq. Ha? Bu ham sizdanmi bular? Nar bo'ladi. Bular nar aka. Shularlar. Bu ham sizda. Qora hakkalar. Sizlar. Bular jupma sizlar. Bu aka bu sizdanmi ular? Egasi yo'qmi? Egalari yo'q aka. Kamera ham chiqsang qoldik. Qora hakka ham ko'ringlar, mana chiroyli ekan qora hakka. Sizlar ham chiroyli ekan bu sizlar ham. Ikkovi ham yaxshi par tushgan ekan. Bola olsa bo'laveradi. Yerda ana sochlar, qo'shlar. Bu kimdan ekan bu? Bu nech pul ekan qo'shdi? Tumshuqdacha qorasi bor ekan. 700 ming so'm. Nar ekana?
Sochlar jupmi bular yo narmilar? Oh, qora sochlar. Uchiryapsizmi bularni? Ne soat uchyapti mana shu sochlar? 2 soat. 2 soat cho'radi deyapti. O'yinlar bormi? O'yinlari? Telefon nomeri aytamizmi? Yo'q, bozorda sotamiz deyapti. Bularni. Bular sizdanmi shu bular? Charchamayapsizlarmi? Bular necha pul olib ketdi buni tanlab olishlariga? Har xil. Buncha oqboshlar. Necha pul ekan mashinlar? 50 ming so'm. 50 ming so'm, 50 ming, 80 ming so'mdan deyapti bularni. Uchiryapsizmi mashinani ham? Hammasini uchiryapsizmi bularni? Ha, hammasini. Ne soat uchiryapti bular? Endi haliga hozir tuxumda bo'lmadi. Ha. Bir soat o'yinlari bor. Ha. Qaysi qattiqroq uchyapti, kuchliroqmi? Modamni armaka. Ha. Maka ko'zi? Ha. Modam. Telefon nomeri aytamizmi aka qiziqqanlarga? Telefon nomeri aytilmaydi deyapti, shu sotamiz deyapti akam. Bitta mana qo'ylar. Ha. Nech pul ekan bular? Bular jupmi bular? Nar nech pul ekanda? 500 ming kam. 500 ming so'm kami bor ekan. Modachi? Nech pulga bermadingiz? Xolos boshlanib ketdi bunda. Bitta mana ko'ringlar do'stlar. Sizlar bor ekan, qoralar. Bitta mana oqlar. Qizil xajja, qora xajja. Bu qizil xajjalar sizdan bular? Qora xajja egasi yo'qmi? Egalari yo'q ekan. Cho'g'onlar. Bitta oq masachi berdi, qoralar bor ekan. So'qon. Sizdan bular? Kim? Bular nech puldan ekan? Sizdan nech pul berishdi? Ha? 50 ming so'm. 150 ming so'm aytibdi ekan. Nari ekan bu? Nari ekan. Uchirgansiz yo'q bularni? Uchadi. Qanaqa uchyapti bular? Chiqib ketdi. Syomka qilaman deb kaptar qo'yib yurdi. Mana nav tashiyingizga ko'ringlar. Qo'llacha qiyinroq bo'lyapti. Ko'zlari qora ko'z. Qanaqa uchyapti aka mana sizni? Bolada bular. Bolada. Lekin Chukrasinglar bo'laveradi mana ko'ringlar do'stlar. Syomkada yaxshi chiqyaptimi? Chiroyli nar ekan. Telefon nomeri aytamizmi? Telefonlarga Meniki to'g'risi. Ya rasmiy ketaman. Sotib ketyapti. Akamiz Rossiyaga ketyapman deyapti, sotib ketaman deyapti. Nomerlari yo'q ekan, telefon nomerlarini oladigan, lekin narxi o'yinar ekan. Yerlar mana chuvalardan 20 ming deyapti. Ha? Voy. Qo'yinglar, savdosini bersin. Bo'pti, savdosini qilishaversin. Bu tomonga o'tamiz. Bular tanlab olishga nech puldan olib ketdi bular? 100 ming so'mdan tanlab olishga. Oq vakillar ekan bular. Nasachuvi ham bor ekan mana. Bor, ishlar ham bor ekan. Nech puldan edingiz tog'a? 100 mingdan. Qaysi rasa kuchli bir kun uchadiganlari bormi buni ichida? Bir kun yuradiganlar bu. Qaysi? Mana. Garantiya bir kun yuradi. Mana. Pokiston bor ekan-a? Nara bu ya? Pokistonlar kimo xatga bu ham. Bu ham chachishgan ekan-a biz xatga bilan Pokiston. Endi vakillarga ham chachishgan gaplar ekan. Nech pul ekan bular? Nech pul ular? Bilmayman. Ulayapti deyapti. Urg'anga yo'q. Maylaga. Erta mana soch bor ekan. Namangan o'zini kaptarlardan akamiz o'zi Namangandan ekan.
Sochlar bunday pul ekan bu. 100 ming so'm tanlab olish. Qaysi rosa kuchli uchadi ekanlari? Hammasi uchadi. Ne soat uchadi? Ne soat? 5-6 soat. 2 soat. O'yinlari qanaqa? 5 ta 6 ta o'ynaydi. Qaysi? Mana shu. Tashkent. Telefon nomeri aytasizmi? Telefon nomeri yo'q ekan, bo'lsa nomerlarni olardik. Bu Namanganning o'zini kaptarlardan mana ko'zlari qizil bo'ladi, macha ko'z bo'ladi. Bu ham mana Namanganning kaptarlaridan. Tashkent. Bu ham sizda. Bular nechta jo'nachalar? 150 ming so'm ekan bularni. Haraga sog'lig'i. Bitta mana savdolar bo'lyapti. Hozir ham haligini 50 80 mingga sotib yubordim. Bu mallabosh narmi bu? Nech pul ekan bular? Nech pul ekan bunlar? 200 ming so'm ekan. Uchirganingiz yo'q bularni? Uchirgani yo'q ekan mallaboshlar. Bu yerda mana kopqonlar bor ekan. Yuqori. Kopqonlar nech bo'lyapti? 300 ming so'm. Uchirganingiz yo'q bularni? Uchgan lekin birov. Uchirgani yo'q ekan bularni. O'ynasa ham bir chiroyli o'ynaydi bular, kopqonlar. Bularchi bular? Ular ketdi o'yiga. Egasi ketdimi? Dudush ekan mana. Dudushlar. Mana ham o'sha holda yaxshi ekan mana ko'ylar. Mana jupish shekilli, endi nar deydi akamiz buni. Mana nar yaxshi ekan, choylar ekan. Bu yerda mana bakirlar bor ekan. Mana qoralardan serpal qora urug'. Bu kimdan ekan bu qorana? Bu jupagan-a bular? Bola beryaptimi bular? Bola beryaptimi? Bola beryaptimi bular? Nech pul ekan bu? Narxi nech pul ekan bular? 1 million. Qo'chiryapsizmi ag'ir bolalardan? Bolalar chiqyaptimi ag'ir, yaxshi bolalar? Nech pulga bermadingiz bu qoralarni? Uzoq qilishyaptimi? 500 ming so'mga mana narxi bermadi. Chupini 500 ming so'mga bermadi. Bu nomor aytamizmi qiziqqanlarga? Nechilik? 90lik. 90lik. 561 561 0074 ekan. Akalar bularni uchirgan emas, yerga, qafasga, valerga boqsa bo'lardi. Bular serpa bular katta urug'lardan. O'ylar mana uchirgan emas. Lekin yerga, shu qafaslarga tashlab qo'ysanglar bo'lardi bularni. Baraka sog' bo'ling. Mashlar bular nech pul ekan bular? Yo'g'ib ketadiganlar bular. Batlab ketadiganlar. 50 ming so'mdan tanlab olishadi. 50 ming so'mdan kamchilik o'rnamiz. Ko'p edi shekilli gaplarlar sotilib ketdi. Talari ko'proq edi, sotilib ketdi. Shular qolib xolos. Nimaga olmen? Atamasiz. Assalomu alaykum. Rahmat, o'zingizsiz. Qora hakkam. Bular narakami? Bular qora hakkalar. Narakam qora hakkalar. Bu nar nech pul ekan qora hakka? Nech pul? 300 ming so'm narx aytyapti akamdan qora hakka. Chiroyli nar ekan shu. She'r aka buni uchganni bilmaysan buni? Uchgan. Yo'q, valerdan buni boqilgan ekan. Qolgani vali. Yani valerda deyapti, lekin mana shu qora hakkadan bo'losizlar bo'ladi, kampa. Ballari ham toza ekan, ko'ringlar. Qizil hakkalar. Bu narmi ham oqon nar ekani. Moda ekan so'ramadi. Moda ham chiroyli. Bu moda nech pul bu she'ralachi bu? 3 million so'm. Kami bor-a buni? Moda chiroyli moda ekan bu.
Ko'ringlar mana jiyalar ham toza ekan, tursular ham ichiroq, yaxshi moda ekan. Bu ham sizlar? Bu nechi bu? Na. 200 dollar. $100 dollar. Bu ki o cüp ekanda, narli hiç olinar ekan, narli. Ko'ringlar mana naram gap yo'q ekan. Pastaylar jupa bular, serpara ekan bular aralashgan. Aralash. Bular nechi pul dedingiz? Jupi $200 dollar. Jup $200. Telefon nomerini aytasiz Sherali aka? 99'lik. 99'lik 430 85 55. telefon qo'llasizlar mana narni ham ko'ringlar, chiroyli nar ekan. Shu narga mana modani ham sosacha chiroyli chiqargan Sherali aka. Uy var. Bashi nariga. Shu modani sosizlari juda chiroyli. Katta chiqarsalar bo'lardi bo'lsa, mana sirparlar, kambarlar aralashganlar. Telefon qo'yasizlar bo'lsa, Sherali aka sog' bo'ling. Qizil xaj. Bular qanaqa? Bular vash katta-yu, ha? Dudishlar cha bunchalik emas-ku. Bu yana qizil xajkalarga ham qo'shilgan bular. Boshqa undan, boshqa. Dudishni boshqa zotlari. Dudishni boshqa zotlari ekan. Bu o'zimiz Buxarisiy kaptarlar ekan bular. Jupmi bular? Yo'q, ikkovi hamdan. Ikkovi hamdan. Nech pul ekan Buxarisiyda? 300 ming so'm, kami bor. Bom uyda yana shunda. Uyda ham bom bular sotiladi ekanlar. Shular xolos. Sotiladigan jupi yo'q uchun. Jupi yo'qligi uchun shu narlar sotiladi ekan. Telefon nomerini aytamizmi qiziqqanlarga? Qiziqqanlar telefon nomerini aytamizmi? Yo'q, aytmay qo'yamiz. Yo'q, bozorda sotaveramiz deyapti. Novot moda ekan yo narmi? Moda mana. Nima deysiz? Defekti bor. Nima defekti? Panjasi qiyshirroq. Panjasi qiyshirroq. Panjasida ham bor ekan. Panjasida bor ekan. Panjasi qiyshirroq deyapti, bola beradi deyapti. Lekin moda bola olsa bo'laveradi, panjasida bor ekan. Boshqa juplar Buni ham ja katta aytilishi bor-da, deyapti. bundan katta. Bundan ham katta. Hayır, hayır. Yerda mana qoralar. Bu ham sizdanmi? Qoralar sizdan bular? Nech pul ekan bular? 200 ming olyapsan jondan. 500 ming so'm ekan mana qoralar ko'ringlar. 500 ming berib qo'y. Bularda aka churgansiz, churmagansiz bularlar? Churilmagan. Bu modami normi bu? Churilmagan ekan, narxi 500 ming so'm ekan. Man nerini chiqdi? Mana ko'ringlar. Ikkovi hamdan. Boqqanlarga. Lakan bosib qo'yinglar do'stlar. Aka nomer aytasizmi? Shu xolos, shu bozorda ham sotaveramiz deyaptilar aka. Qizil hakkak bor ekan, sizga hakkak, ichida oq. Bola ochib, bolalar mendan endi o'qisa qaytib tushmaydi ekanda chiqib olib. Bu harakana bu narsa-chi? Nech pul ekan bu? 400 ming so'm. 400 ming so'm ekan ko'ringlar. Bu modami bu aka bu? Aka bilmaymiz buni. Chaka olsa bu. Moda bo'lsa kerak. Modaga ham o'xshayapti, ha? Nega uni palla bo'lsa bo'lar ekan, agar modachisi narxlar ekan. Ya o'zi moda shekilli, taramcha nima qoldi-yu? Moda ekan. Taramcha qiziq qoldi-yu, o'zi bir xil ekanmiz deb. O'zingga o'xshaganim topdim deb bu ham qoldi-yu bu ham. Aka bu nech pul u? Ana chubesi. Sizga aka. Ana chuba olindi, yaptoqchi. Olindi. 45 ming so'm. 45 ming so'm yopdi. Oldim, so'rab. Modaga o'xshayapti. Bu bitta borib ketmadimi? Tashkentga. Toshma.
Kaç? Moda kerak. Moda. Shimi ekandan bular. 5 mingdan. Qachcha? Ha, moda Men kerak. qanday qilib Andijondan Namanganga uchib borishimiz yo bozorda oldinglarmi? Akamizdan Andijondan Namanganga akamiz. Namangandan uchib bormadimi Andijon shahriga deb aytyapti. Yozdirga beradimas, chekani. Uyda yuribdi deydi. Men uyda yuribdi desam, ishamayman deb keyin mana hamson, voy kispishi deb qo'yapti. Akamiz mana Namanganga sotgan ekan. Namangandan qaytib uyga qaytib kelgan gaplari oilova. O'ziga sotganmeni qaytarib. Bular nech puldan tuzum ekan bular? Sizlarga 400 ming so'm kami bor, na? Qizil xatga 400 ming so'm kami bor. Mana keyin 100 ming so'm. Mana pochtalarda men bittasini ushadim mana. Ha. Yaxshi ushar ekan. Mana unisini 15 ming so'mga oldim pochta. 15 ming bekarga olibsiz. Sen 15 ming so'mga bekor sotasizmi buni yo? Sotiladi, sotiladi. Nech pulga sotamiz ashi? Ha, 60 ming bersa beraveramiz. 15 ming so'mga oldim. Kami bor yo, oxirimi olsin? Oxiri 50 ming so'm. 50 ming so'm. Telefon nomeri nechi? 90lik. 90lik. Eski nomer 211 5250. 52 deyapti Usmonbek akam nomeri. Bu narm odam ekan bu. Nar bo'lsa kerak. Narda ber degansiz. Bunisi ham bilmaysiz? Yo'q, bu nar, ana. Bu nar, bunisi aniq emas ekan. Men qizil tosh desam, o'qagan, bo'yalgan ekan toshi. Ha, bu to'g'ri. Ko'rsatib qo'yamiz. Ha, to'g'ri, bo'yalgan ekan, aniq bo'yalgan ekan. Mencha belgilab qo'ygan shekilli-da buni 3 ha. Ha. Pastdan aka, Usmonbek akam sog'inglar. Tomonlarga ham o'taylik. Ne holinglar? Qaytarib yubordim, berib ketdi dedim. Assalomu alaykum. Qancha yaxshilar? Baba hakkalar, qoralar. Bular nech pul ekan bular? 20 mingdan tortib 150 minggacha. Ana, 20 ming so'mdan tortib 150 ming so'mgacha deyapti. Bular uchrayapti turganlar qaysi kuchlilari? Bir kun uchrayapti turganlari. Kuchlilari. Ona oq bor ekan. Patir qilib qo'ydik uni. Qo'shta. Pochta. Moda. Nar bunisi. Nar ekan. Qo'shta nar. Sotib oldik 120 mingga hozir. O'ylari qanaqasi qoladi nardi? Yerdan oyog'i uziladi, soladi. Yerdan oyog'i uzildi deyapti, soladi deyapti, qolotini qilib qo'ydi deyapti. Nar ekan. Telefon nomeri aytamiz. Telefon nomer Nechilik? 93lik 499 02 61 ekan. Qiziqlar telefon qildi. Garantiyasi bor deyapti qolanardi. Yerdan oyog'i uzildi, soladi. Uyda ham bor mana shunaqalarda garantiyali sotiladi ekan. Garantiyasi ham bor deyapti. Mabodo bu bozor sotilib ketgan bo'lsa, uyda ham bor deyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Albatta sog' bo'linglar. YouTube'da Mirzo 95 kanali. Sizlar bor. Bu ham sizdanmi? Buyerda mana bo'ladi. Ya. Ya sizdan. Sizlar bor ekan mana hakkalar. Sizdanmi bu? Sizdanmi aka bular? Nech pul ekan bu hakkalar? Qaysinisi? Sizlar hakkalar. Jupi 600 ming so'm. Uchishlari qanaqa bulardi? Uchishlari zo'r. Garantiyasi bor, ne sotchyapti aka ular? Ne sotchyapti? Soat tushyapti garantiyalar. O'yinlari qanaqa? O'yinga endi kirishdi. O'yinlari endi kirishyapti. Bu bilaman mana ular. Buni jupi ham bormi parasi? Yo'q. Buni parasi yo'q aka. Bu nech pul mana shu narmi bu? 400 ming so'm aka. Ashi ham chiroyli ekan mana shu ham. Turkni sotib olsa chiqib to'lab pul ekan deydi. Bu ham sizdan-a? Oqlar bor ekan mana sochlar, oqlar, qoralar. Bu yerlarda ham foto ko'ramiz endi. Qoralar nech bu qoralar? 700 ming so'm ekan. Modasida belli modasicha oqi bor ekan. Mana ko'ringlar do'stlar, kameraga chiqib yaxshi qilyaptimi? Oqlar. Bular hammasi valerda boqilyapti, uchirilgan yo'q-a bular, valerda. Uchiryapti bularda. Ne sotishyapti? Qaysilar kuchli uchyapti bular ichida? Andijonda uchadi. Oq moda ekan-a bu? Ha, oq moda. Mana shu garantiya deyapti. Bular ne sotishyapti ash moda?
5 soat 6 soat. 5 soat 6 soatgacha uchyapti ekan buni. Oqlarni ham ko'ringlar, qoralar ham cholinar ekan. Bu yerda mana oqlar. Mo juvonalar ekan-a bu ham. Ha, juvonana. Bunlar necha bo'lmashdi? 600 ming. 600 ming so'm. O'sha chekkadagichi sayrayapti uga. Oq ko'z. 1 million. Yo'q, 1 million so'mlar aytyapti. Bu ham sizdan-a? Qarab, bu ham. Bu yerda mana oqlar bor ekan. Meniga men telefonim jinglayapti. Oqlar bor ekan, vallar boshlar. Bular necha bilan bular? O'ziga qarab farqi. O'ziga qarab ekan. Bu qo'shtiq narmodan bu. Jupa 600 mingligi bor, jupa 700 mingligi bor, 1 millionligi bor jupa. 1 millionligi qaysi bular ichida? Mana. Nard mana ko'ringlar. 1 million so'm deyapti. Nardon kallasi to'g'ri ekan. Buni parasi qaysi buni? Buni para qaysi buni? Mana. Bu mashinardir, jupa. Mana. Mana modasi ekan, bu nar ekan, ha? Modasi. Da, bunga boshqa moda olsanglar, lekin chiroyli chiqadi. Kallalari ham toza ekan bularni. Qo'shtiq nar dedingiz-ku? Bu ham juvonar ekan, juvonalar. Chiroylilar ekan ishlari. Olib bolaga boqsalaringiz bo'ladi. Chunchadi bular. Qizil hakkalar. Bu qizil hakkalar ichida qizil hakkalar necha bo'lar ekan bular? Hop, o'ziga qarab. O'ziga qarab. Tepada qizil toshlar ekan, ko'p. Mashina toshlar 100 dollar bo'ladi. 100 dollar. Mavla 300 dollardan kam. 100 dollar. Bu mash 50 dollar. Mana naram go'zal nar ekan-a. Buni bir omo deymi? Ikkitasini olib Ikkita ular boshqami yo'qmi? Ashulardan ekan. Ko'ringlar mana qizil tosh separalashgan, lekin omad to'g'ri ekan. Marg'ilonchasi modasi bormi? Ularni ham mana ko'ringlar, tumshuqlari ham kalta. Akam olinyapti o'zi ham mana. Botir aka solyapsiz buni, chinini? So'ramoqchiman. Mana Botir akam o'zi ko'ryapti buni. Ular juvonami? Mirzoq to'san ekan. Halochi moda mana yo'q. Mana bitta moda bor. To'kilib yo'q ketadi aka. Ha, ko'rishyapti aka, siz ham ko'rib turasizmi? Mana Botir akam palla, bular juvon ekan-a, bular juvonadan chiqyapti ekan mana. Juvona. Hali piskun bular. O'zgalari. Ularning onalari yo'qmi, otalari bor xolasmi? Otalari bor, onalari tuxumda. Aka telefon nomeri ayting aka. 33lik 416 416 70 00 ekan telefon nomeri akamizda. Mana qizil tosh so'raganlarga qizil hakka, chinni, oq so'raganlarga oqlar, qora toshlar bor ekan. Mana aka sog' bo'lib. Bitta mana chubalardan bor ekan-a. Xo'p, bu tomondan o'zi mana shu o'rtadan qoldi. O'rtani ham syomka qilamiz. Toshlar bor ekan. Qizil toshlar. Qanchaga bermadingiz? 300 mingga bermadim. Olar. Yerda mana qizil hakka. Ye, qaysini savdosi bo'lyapti? Qora ko'z emas bu, allaqa bu. Balotamikin? Qoraga ham o'xshayapti-yu. Yo'q, yaxshi ahamiyat bering-da. Chista balota ko'z. Bir tomoni balota, bir tomoni qora ekan. 500 mingdan mana mana qizlar keladi, nima bu? Sizlarmi bular? Sizlar qizil hakka. Tanlab olish 500 ming so'm. Tog'a, oling, sizlarning tog'a. Yo'q. Qaysiga bo'lyapti? Qora sochnardi. Qora sochnardi o'ziga. Necha pul bo'lyapti narxi? 150 mingga oling tog'a. 150 mingga narxi. 20 mingga o'zingiz olganmiz. 420 mingga olganman deyapti, 350 ga oling deyapti. Mana oq sochlar, qanchagina katta ekan, ko'ringlar. Shuni savdosi bo'lyapti. Necha bo'ldimi?
Avlenlar. Do'stlar. To'g'riga o'tamiz. Akamiz telefonda gaplashyapti. Telefonda gaplashayotguncha bir qatordan kaptallarni ko'rib turamiz. Qora hakkalar, qizil hakkalarni ham ko'ringlar do'stlar. Bu aka bu uchirgansiz bular uchirgansiz yo'qmi bular qizil hakkalar? Shu yerda ne soat yuryapti ular? Soat ma'lum, Yarim soat, 1 soat. O'yinlar qanaqa? O'yinlari bor ham bor, yo'q ham bor. O'yinlari bor ham bor, Yo'q, pulimi sanadim. Chiqsa gapirtirmasdim. Endi pulimga yo'q. Ya, savdosi bo'lyapti. Bo'lsa bering, olib keting. Nereye aka nechi bo'ldi? Nechi qildi soat? Mevering aka. Ko'changga qarab. Men hisoblab ko'rdim. To'g'ri kelsa bering. Yo'q, ishtaga ketaymi? Savdosi bo'lyapti. Balki qilmaganda 300 ga sotib balki. Ana Pavlilar ham bor ekan. Qalaga. Savdosi bo'lsa nomerlarni uramiz. Balki qilmaganda rahmat. Pavlilar sizdan bular? Egasi yo'qmi ular? Egasi yo'q bo'lgandan da Ajam nomerni olamiz degan savdo qilib nariyoqqa ketib qoldi. Uzun qizil hakka, qora hakkalar nomerini olaman dedi. Cho'g'lilar aka. Oqlar. Aka nomer aytamizmi? Qizil hakkalarga. Hakkalarga nomer aytamiz. Nechilik? To'rtta 93lik. 93lik. 048 0440. 0440 akam nomerlari qizil hakka va soch to'laganlarga aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Yetti ham fotoq ko'ramiz. Bu narmodami qizil to'sh? Oq sotilmaydi. Qizil to'shchi? Qizil toshlar narmoda cho'kadi. Qizil to'shlar narmoda cho'k ekan. Nech pul ekan bu? Nech pul ekan narxi? 3 million. 3 million so'm ekan. Qizil to'sh modasi nar ekan u. Bola olyapsizmi, bola ochyapti bular? Bola ochdimi bular? Telefon nomeri aytasizmi aka? 97lik 865 865 7197. 90 nechilik? 97. Nech pulga berasiz aka bularni? 3 million gapimiz kam. Bozor so'ragandir. Bozor nech pul so'rashyapti bularga? 100 dollarga akamiz beradi, shunga qarab aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qaysiyanasidan bu ham sizdanmi? Shu xolos. Qizil toshlarni olib chiqib ekanmiz. Uchirganingiz yo'q bularda, uchirmagansiz malerda. Uchirgani yo'q ekan, malerda boqilgan ekan. Rahmat aka, sog' bo'ling. Qizil hakkalar. Qizil hakka ko'zlari mana makka ko'z aka. Bular narmi ekan o'ya? Nech pul ekan narlar? Ikkovini 800 ming deyapman. 800 ming so'm narx aytiladi. Bu makka ko'z qanaqadan chiqqan bu? Oq ko'zdan chiqqan, shunaqa berdi-da, sotida bor ekan. Ikkita oq ko'zdan makka ko'z chiqqan ekan qizil hakka. Yana qaysi qonda bor ekan, shu chiqqan ekan. Bitta bor ekan bitta. Xo'p, bu tomonlarga o'tamiz. Men teskari kelib oldim yo sizlar teskari tursizlarmi hozir? Men teskari kelib olibman aka. Nima deydi? Masjiddan shuni sakrab o'tib olaydi. Shuni iloji yo'q ekan endi. Bozalar, mana to'shlar bor, chinilar. Mashlarni olaylar mana qizil hakkalardan, qizil to'shlar. Mana to'shlar. Uchrayapsizmi ularni? 2 million kami bor. 2 million narx aytyapti ular. Qaysi uchyapti, bir kun cho'rayapti. Mana bu qizil hakkalar, chillar, mana to'shlar. Qizil to'shlar, chillar. Bu narmi? Ha, naru. Nech pul akashlar?
300 ming kam. 300 ming so'm. Qanaqa tushyapti unda? Yaxshi uchishiga javob. Tushiga javob beradi. Ne soat yuryapti? O'yinlari qanaqa? Yaxshi o'yini, 3 ta 4 ta o'yini bor. 3 ta 4 garantiyasi bor. Uchmasa qaytarib olaveradi. Qaytarib olinadi. Jala Andijondan aka, Jala Xudodan aka akamiz. Beshiga uylari. Bularchi bular. oqlar hammasi uchmadi, sochlar. Uchiryapti, garantiyasi bor. Oq ko'z oq joylar. Bu modamani? Yo'q, bu nar bu. Na, bunisi moda, bunisi nar ekan. Bular ham 2 soat tushyapti. O'yinlar 4 soatda garantiyasi bor deyapti ular aka. Uylari, oqlarli, oq qo'shiqlari ham bor ekan, ko'zi qoralarga. Sochlar. Bular ham qanaqa tushyapti bular? Sochlar hammasi uchmadi. Bular ham ular hammasiga garantiyasi bor ekan, mana ko'ringlar. Baja ko'zlar, Namanganlik kaptarlarda. Xo'p, mana bittani oqlar, qizil hakka, qizil toshlar bor ekan. Sigirlar. Telefon nomeringiz nechi bor? 90lik, 90lik 758, 758 06, 06 62. 06 62 aloqaga chiqib olasizlar. Andijondan biz sotib beramiz. Aloqaga chiqib olasizlar. Men yana teskari kelib oldim, yo endi birinaqasi aylanib. Endi ikkisi tomonga qarab turgan ekan, ikkisi tomonga qarab turgan ekan. 50 ming bo'laveradi. Olmaylar. Qizil hakka. Qizil hakka deb pul ekan bu. Bola, mana shu 400 ming so'm. Bu hali qora bilan ro'shalardan chiqamikan mana qizil. Qora. Ha? Separ. Yo hali qora bilan qizillardan chiqqan shekilli, bu ham. Qizgacha. Qizil aka, o'naqa. Chillardan chiqqan ekan. Bu mana ko'ringlar. Do'stlar, o'sha. Bu sizlar nechi bo'ladimi sizlar? Qaysini? Sizlar. Sizlar 100 mingdan kam. 100 ming so'mdan kam bor. Urasi 3 marta shekilli bular. Shu o'ynashlari, garantiyalari bor. Telefon nomeri yo'q-a? Yo, bormi? Telefon nomeri yo'q deyapti. Telefon ishlatmayapmiz endi hozir. Telefon nomeri ishlatganimiz yo'q deyapti. Bu nar sotilmadimi qora hakka? Lekin chiroyli nar ekan. Qora hakka. Qora hakka 150 ming so'mdan. Mana uni aytdim. Bermabdi uni. Mana sotildi hozirgina. Yo'q, 50 ming. Qizil hakkalar. Bu aka qasini savdosi bo'lyapti 400 mingga. Mana ikkovi. Qora hakka, ha? Mana bilan malommi? Juvonalar. 400 ming so'm. Akamiz mana pul beryapti. Hali qimmat aytyapti ekanlar. Arzon deyapti akalar, jamiyatlari yozishadi. Mana 400 ming so'm pul beryapti. Sotgan yo'q mana. Ikkovi bir param bular. Ikkovi ham nar aka. Juvonalar. Ko'ringlar. Sotildimi? Bo'ldi. O'shaganmi? Ko'ryapti xolos. Mana qora hakka sotildi. Qaysi bilan qaysi sotildi aka? Hammasi sotildi. Hammasi nechi bo'ldi? 2 million 450 ming so'm. 2 million 450 ming so'mga hammasi o'tgan. Zulomam adashib, mana ikkovi deb o'ylabdi. Qizil akalar 400 dan bu. Jupa 400 mingdan. Donasi 400 ming so'mdan bu qizil hakkalar. Zo'r narsa. Nechta edi bu yerda? 6 tasi 2 million 400 ming. Ular ham kesib ketgan naram, ha, chiroyli narsa ekan. Barakasi bersin duosini aka, chiroyli gaplar ekan. Qopqonlar. Boshqa yuradi endi bola payti. Qopqonlar nechi bo'lyapti qopqonlar? Bu super qopqon rezinkalar 50 mingdan donasi. Donasi 50 ming so'mdan. Rezinkasi yo'g'i 40 mingdan. Chiqarasizlar, qo'yasizlar. Qo'shnini kaptarishsa otasizlar, keyin qo'shnini sen qo'shni ham ko'rib qolsa kaptarlar o'shasa men ham xuddi shunday botib yeyman deydi. Ko'rsa kallasi uzaman. O hazil bilan Shu bozordan topadi bizni. shu bozor faqat Seshan bozoridan. Telefon nomeri aytilmaydi. Chiqarib olinman deyapti. Zakazlarimiz ko'p deyapti. Ashg'ollarni bozorga kelaverasizlar, shu yerdan olib ketaverasizlar deyapti.
Bayrakka sog'laylar. Bu tomonga yana bir o'tib qo'yamiz. Bu nechta bo'ldi bu? Teros. Ben 500 bin olib kelaman. Mana kattalar kelyapti. Ular sotilar ekan. Nechta narx qilyapsiz endi bunga? Oldim 60 ga. 60 mingga mana. Mana 60 mingga narxlashadi. Oqarib ketar ekan. Bu kameradan o'tib, hali ko'rib turgan odamlarning ham qo'liga bordi o'sha bu. Mana hakka. Chit Asakani eng uzun qora kattalar. Asakadan ketdi ekanmiz, Asakani kaptanlari. Qora akalar juvon ekan-a? Yo chiqqanmi? Shu bolaga haydayapti. Moda ekanmi ikkovi? Yo'q, jup Ikkovi jup ekan o'xshaydi ekan-a? Nech pul ekan? bir tuxum qo'ydiryapti. U nima bo'ldi? Tovuqlardan ham o'tib ketdi. Ba'zi tovuqlardan ham 2 soatda o'tib ketgan bo'lsa. Bu chil. Shirna. Chil nar. Uchiryapsizmi buni? Uchadi. Ne soat uchyapti mana shu? Eksi o'yinlar qanaqa to'g'ri? O'yinlarini ko'rmadim debdi. 2 soat uchyapti, 2 soat ichilagan mana. Qora akalar nech bo'l? 300 ming so'm chilchi. 300 ming so'm. Telefon nomeri aytasizmi to'g'ri? Ha. 90 93lik 308 965 ekan. Akalarga javob Akalarga javob berib, garantiyalar bor debdi. Asakadan ekan, akasidan debdi. Tushirib berasan asakadan to'g'ri. Tushirib beraman, garantiyalar bor debdi. Ha, to'g'ri, sog' bo'ling. Atim Toyirjon. Torjon akamiz ekan. Xudo xohlasa. Xolos. Tana oqlar bor ekan, nasachibi. Bular juppa narmi bular? Jup. Uchiryapsizmi bularni? Ha? Uchirgansizmi, uchirmaysizmi? Uchirganingiz yo'q, nech pul ekan narxi? 700 ming so'm ekan narxi mana nasachibi ikkovi. Qaysi nar mana ular ekani? Ha. Shu mana o'sha nar, bunisi mo'da ekan. Qiziqqanlar nomer aytamizmi? Telefon nomeri yo'q ekan, shu bozorda sotilib ketadi deyapti ekan. Oq ko'z, oqcha, oq ko'z ekan. Bu tomonga o'tamiz. Bu qora modami, narmi bu? Na. Oq ko'z, oq tumshuq. Sheyalar ham oq ekan. Oqsini sotyapsizmi buni? Nech pul ekan bu? 150 ming so'm ekan. Bolaga yaxshi ekan. Uchiryapsizmi buni? Uchirgansizmi, uchirmaysizmi? Ne soat chiryapti? 3 soat, 4 soat. O'yinlar qanaqa buni? O'yinlari bor, bitta ikkita o'yinlar bor ekan, lekin qora kampar chiroyli ekan, mana ko'ringlar. Telefon nomeri aytamizmi aka? Telefon nomeri. 99lik 372 40 63 ekan akamizning nomerlari. Bundan bo'lmaydi bitta qoralardan, mana shu kamparlardan, uchmalardan. Mana bu ham sheriklari, bu ham sheriklar. Bular ham chyaptimi aka, bular garantiya ham bular. Sizdanmi o'zi bu? Sherik ekan. Qo'shnilar ekan. Uchlarga uchyapti. Bular juvon ham mana narsa katta moda ekan bu. Moda ekan, nar moda. Ne soat uchyapti aka ashlar? Hozir tuxumga haydayapti, to'g'ri, o'z kaptarlar ham hozir tuxumga haydab bo'ladi hozir bular. Telefon nomeri aytamizmi aka qisqalarga? Hozirga aytilgan nomerga aloqaga chiqarasizlar deyapti. Qisqalarga. Oqlar bor ekan, mana oqlar. Ham navbat yetib keldi. Chiroylilar ekan, mana oqlar. Bular to'g'ri jup ekan-a, bular. Jup bular. Ma'lum moda-ya? Moda nech pul emas moda? 2 million so'm ekan. Ko'kko'z ko'kcha ekan. Shu bo'ylamasa aytaverasiz. Kamera ham chacha qarab qo'yapti, quyoshga qaraganda. Ma'lum narxi to'g'ri bular.
100 dollar aka. Bunlar ham 100 dollar. Bunlar 100 dollar, 500 ming so'm deyapti. Kami bor deyapti. To'g'ri hech pulga bermadi shu narlarni. 650 ming so'm narxdi bozor mana, kelinglar. Beradi. Nara mana ko'ringlar, chiroylilar aka. Oqlab fanlari ham ancha toza, yaxshi ekan. Telefon nomeri aytasiz to'g'ri? Telefon nomeri 94lik 94lik 288 388 4057. 4057 ekan mana. Qo'ylar oqlarga kerak bo'lsa, o'g'riga kerak bo'lsa, qo'l ochyapti, to'g'ri bular garantiya. Garantiya bor ekan. Bitta moda 3 ta nar bor ekan. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Marta bo'lasa bo'lyapti. Qolganini qachon berasiz? Qasimga savdosi qattiq ketyapti. Bu qoralar jipmi bular? Yo'q, narmi ko'ya. Qoralar hakkalarchi? Jup ekan. Nech pul ekan bular? Hakkalar nech pul? Yaqin qilib aytaymi? Yaqin qilib. 200 ming. 200 ming so'm. Bularchi bular? 50 mingga beradigan bu. Qizil xollari bor, bilasiz. Aka, marta savdosi ketyapti mana qo'shdiqqa mana. 50 ming so'm narx qilyapti. Bermayman deyapti. O, mana akalar yetgan egalar yo'q ekan, shu ketashamdan kuchi ham chiqdi. Bu tomonda akam bozorlar, bu tomonda tovuq bozorlar, mana mashinalar, mol bozorida mashinalari olib ketaverasizlar. Akamizlar ko'ringlar, qo'rasiz zo'r ekan.